Bobil podshohligi. Bobil matematikasi. Bu ikki atama daryo oralig'idagi Bobil davlati xalqlari tomonidan yaratilgan matematik madaniyatni anglatadi. Bu madaniyatning rivojlanish darajasi haqida biz juda ham kam ma'lumotga egamiz. Ammo Bobil shohlari va ikki daryo oralig'idagi xalqlar birlashishdan avval ham ancha yuksak bo'lganligi haqida ma'lumotlar bizgacha yetib kelgan. Asosiy yozuv qurollari sifatida dastlab toshlar, sopol parchalari sifatida keltirilgan. Qattiq taxtachalarga o'yib yozilgan yozuvlar piktogrammalar ko'rinishida edi. Har bir belgi biror buyum, jonivor yoki odam tanasining turli qismlarining tasviri tarzida bo'lgan. Ayrim hollarda hatto butun boshli bir jumlani ham anglatgan. Eramizdan avvalgi 2-asrdan eramizning boshigacha Dajla va Firot daryolari oralig'ida yashagan xalqlar avval sonlarni turli kataklardagi doiralar va yarim doiralar bilan belgilashgan. Keyin esa faqat 2 mixxat belgi, to'g'riq pona va yoriq ponadan foydalanishgan. Bobilning arxitektur yodgorliklarida kub, prizma, parallelepiped kabi geometrik figuralar ham uchragan. Bobil geometriyasining asosiy maqsadlaridan biri fazoviy figuralar hajmlarini hisoblashdan iborat edi. Bu topshiriqlarni ular uylar, qal'alar va maqbaralar qurishda hal etishgan.